Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qarshingizda Sherzod Sobirov. Mana avvalgi dasturimda sehr va jin chalishining alomatlari bo'lgandi. Aynan ana shu avvalgi dasturimni bu ikkinchi qismi, ya'ni davomi bo'ladi. Hozir juda ko'p viloyatlardan telefon qilishyapti. Samarqanddan telefon qilishdi, Jizzaxdan telefon qilishdi, Qashqadaryodan, yana qaysidir viloyatdan, xullas savol berishyapti. Avvaliga aytishyaptiki, biz uyimizga domlani olib keldik, o'qitdik, boshqa qildik. Lekin bizda sehr alomati bilinmadi, boshqa qilinmadi. Lekin u domla aytayaptiki, uyingizda jin bor ekan, xullas jindan tozalash boshqasi va hokazo shuncha summa bo'ladi va boshqa deyishyapti ekan. Menga savol berishyapti. Shu jin alomati borligini qayerdan bilsa bo'ladi? Ular qayerda aytishyapti deyishyapti. Men qayerdan bilaman? Nega o'ziga savol bermaysiz? Nima uchun qani isbotini, dalilini keltirib ber demaysiz? Nima haqqingizni talab qilmaysiz? Mayli, o'sha aytgan summasi, ya'ni dollar bo'yicha ketibdi, gap juda katta summa bo'yicha ketgan ekan. U ham bo'lsa dollar, ya'ni valyuta hisobida. Xo'p, shunda nima uchun aytmaysiz? Bo'pti, menga isbotlab ber, ikki hissa qilib pulingni beraman. Faqat dalilni keltirib ber demaysizmi? Yana shu o'rinda singillarimiz juda ko'p kelinlar, masalan, oilali kelinlar telefon qilishyapti-da, hayotdan to'ydim, charchadim, nima qilsam bo'ladi? O'zimni, hattoki ularning orasida o'z joniga qasd qilganlar bor. Lekin o'lmagan. Chunki peshonasida yashashlik bor. O'zimni o'ldirishga yana harakat qilyapman, lekin Allohdan qo'rqyapman deyishyapti. Yashashga umuman qiziqishim qolmagan deyishyapti. Nima uchun yashayapman, o'zim ham hayronman deyishyapti. Bu singillarimizga, opalarimizga aytmoqchiman. Avvalo astag'firulloh deng. Shukr qiling, sabr qiling va kuchli, matonatli bo'ling. Albatta, salovatlarni, zikrlarni, sura oyatlardan o'qib, hech yo'q o'zingizga dam solib yuring. Allohdan nima uchun duo qilib so'ramaysiz? Allohim, o'zing meni panohingda asragin deb. Nega? Dam soldirishar ekan, boshqa qilishibdi, yana bir kishi telefon qilyapti, bir yosh katta onaxon, yoshlari katta, xullas 5-6 marta shu borib dam soldirdilar, Toshkentdan ekanlar. Taniysiz, u nomi chiqqan bitta domla edi deyaptilar-da. Endi u odamni ismini aytishimga hojati yo'q. Chunki u domlaga borib kelib necha marta menga kelishdi. Hamma viloyatdan, asosan 7 ta viloyatdan kelishdi. Va isbot dalili bo'ldi. Shifo topishdi. Allohim shifosini nasib etdi. Meni sabab chiqib qo'ydi. Juda ko'p bordik. Bitta seans 500 ming, 20 marta kelasiz derkan, o'sha domlalar. Boshqa qilasiz. Men pulni qayerdan olaman deyaptilar. Shuncha pul 20 marta nima uchun boraman? Baraka topkirlar, opa-singillarim, iltimos. Doim aytaman, har dasturimda aytaman. Bir joyga bir marta bordingizmi, shu domlami, qorakami, dami o'tdimi, sizga ta'sir qildimi, o'zingiz his qildingizmi, ana shu domlaga doimiy o'qitib yuring. Bir marta borganingizda sizga hech nima o'zgarmadimi? Bergan pulingiz ham uvol, to'g'risini aytadigan bo'lsam. Uvol. Shuning uchun mana shunaqangi uyingizda jin bor ekan, sizga sehr qilingan ekan, boshqa desa, nima uchun ishonib qolasiz? Nimaga ishonasiz? Nimaga? Xo'p, sizga isbot dalilini keltirib bersa, isbotini keltirib bersa, men shu o'rinda aytaman.
Allohim shu narsani menga ravo ko'rgan ekan va shu karomatni bergan ekan. Amerikada, Afrikada, Hindistonda, Xitoyda, dunyoni qaysi nuqtasida bo'lishidan qat'iy nazar. Mana shu ruqiya o'qiyotgan paytimda telefonda uzilish bo'lib qolmasa internet tarmoqlarida, ana shu joyda turib ham shifo topadi. Allohim o'zi shifosini berib qo'yadi. Hech yo'g'i isbot dalili keladi unga nima bo'lganligi. Men har dasturimda aytaman, tibbiyot topa olmagan kasalliklar bo'lsa deyman. Tibbiyot topa olmagan kasalliklarda mana shu sehr yoki jinlar olamidan bo'lgan hujum bo'ladi. Daydi jinlar bor. Mana shularni zarar yetkazishligidan odamda har xil kasalliklar paydo bo'lib qoladi. Lecheniya oling, boshqa qiling, ukol oling, tomirga suv oling. Ta'sir qilmaydi. Hattoki tomiringizda o'sha suv ketmaydi, ukol qiling. O'sha ukol ketmaydi tomiriga. Suv oling, ketmaydi. Kommentariyaga bir kishi yozgan ekan, tibbiyot sohasidagilar, vrachlar, xullas doktorlar shuncha million olyapti-ku deb yozishibdi. Mana nima ishim bor tibbiyot bilan? Tibbiyot yo'nalishida men ojizman. Ular o'zini kasbini, o'zini mutaxassisi, o'zini qilayotgan ishidagi sohasi, yo'nalishi. Mana tibbiyot bilan ishim yo'q. Men avvalo doim aytaman. Tibbiyot topa olmagan kasalliklarda aziyat chekayotgan bo'lsangiz deb. Va isbot keladi, ana shundagina haqqimni olaman. Isbot kelmasa, men uchun harom luqma u. Menga kerak emas. Mana ro'za Ramazon oylarida turib gapiryapman. Haqiqat aytadigan bo'lsam, mana shu 20 kun atrofida bir oy bo'lmadi. Yaqin 200 ga yaqin yosh kattalar uchun shularni yo'l kiradan, sarf xarajatdan o'zi og'rib yotgan bo'lsa, ularga haligi ortiqcha yana haligi nagruzka tushmasin deb ularga yordam, ularga imkoniyat yaratish maqsadida bir dasturimda aytib o'tgandim. 200 ga yaqin telefon qilishgan bo'lsa, Allohimga behisob shukr. Men hech bir, masalan, shifo topmadim deyishmadi. Menga bir o'zgarish bo'lmadi deyishmadi, boshqa deyishmadi. Allohimga shukr, shunaqangi yengil tortdim, shunaqangi uxlayapman, quvvat his qilyapman va aytganingizdek vazifalarni bajaryapman deyishyapti. Lekin hech birlari, masalan, o'shalarning ichida 4 kishi kartamga pul tashab berdi. Lekin qolganlari mana 150 tadan ortig'i deylik, pul tashab berishgani yo'q. Mana ro'za Ramazondagi mani ehsonim bu. Alloh yo'lidagi. Alloh men uchun shu karomatni bergan ekan, men yosh kattalar uchun mana shu tibbiyot topa olmagan kasalliklarda aziyat chekayotgan bemorlarimizga Allohim shifosini berdi, meni sababchi qilib qo'ydi. Men ularga pul bering yo boshqa deyotgan joyim yo'q. Mingdan ming roziman. Lek har bir narsaning o'z chegarasi bor. Million sarf qildim, tashmiga bordim, boshqa qildim deyishyapti-da. Telefonning o'zida shifo topgandan keyin o'sha yosh kattalar. Million sarf qilishyapti, lekin meni haqqimni kerak bo'lsa berishmayapti. Men odamman. Men ham sizlar kabi odamman. Alloh bergan karomat. Ularning ovozlari bor, голосовой, masalan, zapislari bor, telefon raqamlari bor, lekin mayli, men mingdan ming roziman. Ro'za Ramazon kunidagi meni ehsonim. Endi aytishadi, har narsa bo'l, insof bilan bo'l. Ya Xudoyim. Yana qaytarib aytaman, dunyoni qaysi chekkasida bo'lsa ham, agar unda o'sha ziyon ilashgan bo'lsa, boshqa bo'lgan bo'lsa, shu narsadan azob chekayotgan bo'lsa, isbot dalilini keltiraman. Dunyoni u chekkasida bo'lsa ham. Agar telefonda shu ruqiya paytida dam solishda uzilish bo'lib qolmasa. Alloh bergan karomat mana bunaqa bo'ladi.
Alloh o'zi bo'l debdi, shu narsa menga nasib qildi va bo'ldi mana. Xo'p, shu o'rinda aytaman, juda ko'p savollar bo'lyapti. Yana qanday alomatlari bo'ladi deb. Marhamat, yaxshilab iltimos diqqat bilan ekranga e'tibor bering va o'zingiz aytib o'taman birma-bir. O'zingiz fikrlang va o'zingiz mulohaza qiling va sizni ham boshingizdan shunaqa holatlar o'tgan bo'lsa, marhamat, birma-bir o'zingiz fikrlaysiz. Sehr, jin chalishi, xullas, jin illashi va hokazo. Birinchi udar boshga keladi. Miya. Chunki miyani odamni, ya'ni vujudimizni har bitta barmog'imizni qimirlatishlik yoki oyog'imizni qimirlatishlikgacha miyamiz boshqaradi. Miyada tushunarsiz og'riqlar miya, go'da oldi miya qisib qoladi. Tabletka ichasiz, boshqa qilasiz, shifokorga uchraysiz, lek ta'sir qilmaydi sizga. Keyingisi yana shu holatlardan bir joyga qarab juda ko'p o'ylanib qolasiz. Lek nimani o'ylayotganingizni o'zingiz bilmaysiz. Qorong'u agar jin chalgan yoki sehr bo'lgan bo'lsa, qorong'u xonalarni xohlab qolasiz. Faqat yotishni xohlab qolasiz. Hech nimaga qiziqishingiz qolmaydi. O'lsam o'ldim, yashasam mana shu holatimda yuraman degan fikrga kelib qolasiz. Keyingisi mana shu sehrni birinchi o'sha qilingan yoki jin chalishini birinchi o'sha miyalarga berishi, bosh qismiga berishini alomatlarda yana bitta eng kattasi nima deydi? Odamlarga masalan, odamlar sizga yoqmay qoladi. Ularni bitta gapi ko'plik qiladi yoki bitta kamlik qiladi. Eng asosiylari bu asab. Asabingizni o'ynab turadi. Mana shu sehrni eng katta alomatlaridan biri. Shu o'rinda aytaman, yana telefon qilishgan paytida menda shunaqa holat bo'lyapti, siz aytgan narsalarni tushlarimda ko'rdim, boshqa qilyapman deyishyapti. Men bilan gaplashib turgan holatlarda yuraklari o'ynab, qo'llari qaltiroq tutib, oyoqlari qaltiroq tutib ketayotgan bemorlar bo'ldi juda ko'p. Yaqin mana shu avvalgi dasturimni chiqargan bo'lsam, bir hafta 10 kun bo'lgan bo'lsa, shu 10 kun ichida 10 ta bemorda shu holat bo'ldi. Bu avvalan bo'lgan. Chunki folbinlarning shaytoni, masalan, sehr qilingan bo'lsa yoki daydi jin maridlardan bo'lgan shaytonlar bo'ladigan bo'lsa ham, ovozini, domlani, masalan, ruqiya o'qiydigan kishini ovozini o'zidayoq uni kuchliligini bilib oladi va tanani tark etish, uni qancha kerak, masalan, behalovat qilib shu qochishga harakat qiladi. Hattoki darvozamning oldiga kelib, o'z oyoqlari bilan meni ko'rib assalomu alaykum deb so'rashib qochib ketganlar ham juda ko'p bo'lgan. Chunki qoch deydi. Bunga o'qitma deydi. Chunki undan yiroqlashishni xohlamaydi o'sha shayton. Juda ko'p holat bo'lgan bu narsa. Mana shu sehrning birinchi alomatlari miyaga, o'sha jin chalishining alomatlari shu miyaga beradi birinchi o'rinda. Xo'p, ikkinchisi yurak sohasiga beradi. Yurak sohasiga. Orada yuraklar sanchiydi. Kardiologga yotasiz, boshqa qilasiz. Menga juda ko'p o'sha kardiologdan aziyat chekib, shifo topa olmasdan kelib bir kunning o'zida Allohim shifo berganiga o'zlari guvohi bo'lishgan. Ro'za Ramazon kunlarida aytayapman har bir gapimni. Ikkinchisi yurak qismiga beradi. Bu sehr bo'lsa ham jinchal shayton, ya'ni sizga masalan zarar yetkazmoqchi bo'lsa ham. Keyin ko'krak qafaslaringizda og'riqlar paydo bo'ladi. Og'riqlar paydo bo'ladi. Nima bo'layotganini o'zingiz bilmay qolasiz. Yuragingiz siqiladi. Nima deydi? Hayot ko'zingizga qorong'u bo'lishni boshlaydi. Mana shu holatda ham e'tiborli bo'lsangiz, albatta dasturimni hozir davomida, oxirida, so'ngida aytib o'taman. Buni nimalarni, sabablarini. Uchinchisi bo'ladigan bo'lsa, mana shu sohalarda
goh-gohda o'zingiz bilasiz shu narsani, nafas qisish paydo bo'lib qoladi. Ora-orada nafas qisadi. Nimadir qisadi, nimadir bo'g'adi. Havo yetishligi kamayib boradi. Mana shu 3-chi alomatlardan biri. 4-inchisi yosh kattalar hattoki so'rashdi shu telefon orqali doktorga uchradim, xullas analizlar topshiryapman, hammasi a'lo chiqyapti, bitta nima yo'q, shikoyat yo'q, lekin o'zimni vujudimni o'zim bilib turibman. Mani prostatam shamollagan, belim og'riydi, juda ko'p og'rib turadi, buyragim og'riydi, lecheniya olyapman, lekin shifo yo'q, ta'sir bo'lmayapti, hech nimani deyapti. Hech qachon unutmang, agar sehr bo'lgan bo'lsa yoki jin chalgan bo'lsa, unga tibbiyot ojizlik qiladi. Mana men degan o'sha ukolini olsangiz ham. Shu 4-inchisida prostatalarga beradi. Ayollarda ham shu holat bo'ladi. Bel og'riqlari bo'ladi. Juda ko'plab bel og'riqlarining alomatlari kelib turadi. 5-inchisi o'ng qo'l, boldirlar og'rib turishi. 6-inchisi ham xuddi shu holat, chap qo'lda boldirlarni bilintirib turishi. 7-inchisi mana bu ayni muskul nima deydi, nagruzka, yuk keladigan joy mana shu ikkala yelkamiz bo'ladi. Bu ikkala yelkada og'riqlarni, ya'ni haligi og'ir mana shu fitnesschilar ko'targan og'ir toshlarni shug'ullanib, masalan, ular qanaqa og'riqni his qilgan bo'lsa, og'ir mehnat bilan. Sizda ham shu xuddi siz mehnat qilmagansiz, boshqa qilmagansiz, lekin ana shu og'riqni siz ham his qilib turibsiz. Bunga ham tibbiyot ojizlik qiladi. Hop, 8-inchi, 9-inchisi oyoqlar. Oyoqlarda, boldirlarda ko'p og'riqlarni paydo bo'lib qolishi. Hop, 10-inchisi suyaklar, ya'ni suyaklarda har bir bo'g'imlarda og'riqlar bo'ladi. Hattoki suyak qichishadi. Eshitganmisiz shunaqasini? Yo'q, eshitmagansiz. Uni na qashiy olasiz yo boshqa qila olasiz, lecheniya oling, boshqa qiling, shifo yo'q. Faqat bunga shu Qur'on shifo bo'ladi xolos. Dami kuchlik domlalarimiz yoki qorakalarimizni dami kuchligi shu narsadan sizni xalos qilishi mumkin, bartaraf etishi mumkin. Agar sababchi bo'lib turgan bo'lsa, Alloh shuni xohlagan bo'lsa. Mana endi bu narsani mana so'ngida aytaman degandim. Miyani birinchisi beradigani uxlaysiz, lekin miyangiz uxlamaydi. O'zingiz uxlaysiz, lekin miyangiz uxlamaydi, miya dam olmaydi. Uyqudan turasiz, lanch bo'lib, uxlamagan odam bo'lib, garang bo'lib turasiz. Qorong'u xonalarni xohlab qolasiz. Qorong'u xonalarga kirib, hech kim meni bezovta qilmasa deb. Bir kishi gapirib qo'ysa, sal yoqmay qolsa ham janjal, baqir-chaqir qilib tashlaysiz. Yuragingiz mana bu ikkinchisida yuragingiz siqilib qoladi, o'ta qattiq siqilib qoladi. Men hayotdan charchadim. Menga hech nima kerak emas. Nima uchun yashayapman ham deb yorasiz. Na oilali bo'lsangiz, juft halolingiz yo farzandlar kerak bo'lsa, ko'rinmay qoladi ko'zingizga. Boylikni orttirib tashagan bo'lsangiz ham ko'zingizga hech nima ko'rinmay qoladi u paytda. Shuning uchun aytaman, har bir inson yashashlik uchun har bir kishining hayoti o'z qo'lida. O'zi intilsin, o'zi harakat qilsin va o'zi shu narsaga nima deydi? Doimiy mana shu e'tiborli bo'lish kerak odam o'ziga. Men shaxsan o'qigan ruqiya paytimda mana shu bemorlarimizdagi holatda ochiq oydin aytyapman. Bosh og'riqlari, ruqiyani o'qigan paytimda bosh og'riqlari paydo bo'ladi. Mana shu hozirgi mana shu yurak atrofidagi ko'krak qafaslari yoki yurak og'rib
bitta bezovta bo'lib turib yo'qolib bo'lishi va tomoqlarda shu o'qigan paytimda tomoqlarni qizishi, tomoqlarni qizib, o'zi belintirib turishi va og'izdan issiq hovurlar chiqib ketishi yoki muzlashi. Issiq hovur chiqsa yaxshi, sovuq bo'lsa o'qish kerak, davom ettirish kerak, to'xtatib qo'ymaslik kerak. 4-da ham xuddi shunday. Mana shu qovoq qismlari, oshqozon qismlari o'qigan paytimda bemorlar bilib turadi, his qilib turishadi. 6-da ham, 5-chi, 6-chi, 7-da ham xuddi shu o'qigan paytimda yo igna sanchadi yoki qo'llaringiz karakt holatda uxlab qoladi, oyoqlaringizgacha karakt bo'lib qoladi. Harakat qilasiz, lekin qimillata olmaysiz. Chunki bu narsalar toki chiqib ketguncha, sizni tark etib, sizdan yiroq bo'lguncha mana shu sizga nima deydi, bor budi bilan, bor kuchi bilan tirmashib turadi. O'zini nimasini o'tkazib turadi, sehrini o'tkazib turadi. Shu shaytonlar, jinlar va hokazo. Oyoqdagi og'riqlarda ham xuddi shunaqa uxlashlar va hokazolar bo'ladi. Yana qaytarib aytaman, mana shu telefon qilgan paytlardayoq o'zi yuzlarim burishib ketyapti. Qo'llarim qaltirab ketyapti, yuragim beholat bo'lib ketyapti, oyog'im qaltirayapti. Og'zim muzlab yoki qizib ketyapti deyishadi. Xolis Alloh Ramazon kunida aytyapman. O'zi aytaman, yana qaytarib aytaman. Dami o'tadigan domlalarga o'qitish kerak, dam soldirish kerak shularga. Har bir kasbni, har bir sohani yo'nalishi o'z mutaxassislari bor deb doim aytaman. Lek Alloh kimga nimani nasib qilgan bo'lsa, ana shu inson sababchi bo'lib qoladi. O'zingizga e'tiborli bo'ling, o'zingizni asrang va yaqinlaringizga, ahli yaqinlaringizga albatta e'tiborli bo'ling. Falonchi qaysidir domlalar bor ekan, qulf ochishar ekan, sangi sehr bo'lgan ekan, yo'lini xullas berkitib qo'yibdi. Bu qulfga qilingan ekan, qulf olib kelsa, belidan, boshidan, oyog'idan aylantirib berishar ekan. Baraka topkurlar, bu qanaqa irim-sirim bu? Bu qulfni bir suvga, ko'lmakka tashlab qo'ying, o'zini xususiyatini yo'qotadi-yu. Qanaqa qilib u oddiy temir, oddiy bir metallon bo'lsa, qanday sizni yo'lingizni ochib beradi? U folbinlar shaytonlariga buyurishadi. Yo'llarni mana shu qulftak berkit deb ular shu ishni qilishadi. Lekin nima uchun dam solamiz, men dam solaman boshqa deyishar ekanda, qulf olibga xullas yo'llaringni ochib beraman. Qulf bilan yo'l ochilmaydi. Xonadoniga mana shu ko'z tikkan, isiriq bir nimalarni ilib qo'yadiganlar darvozaxonasiga. Qandoq qilib ko'zdan asraydi? Bu nima deb savol berganman juda ko'pchilik. Bu ko'zdan asraydi. Bu balodan asraydi, hasaddan asraydi. Tavba qildim. U o'zini xususiyatini yo'qotgan oddiy bir giyoh bo'lsa, o't bo'lsa, masalan, ko'kar turgan joyda yuldingiz, u o'zini yo'qotadi, qurib qaqshab ketadi, to'g'rimi? O'zini xususiyatini yo'qotgan narsa qanday qilib sizni ko'zdan asraydi? Ey Xudo, qanday qilib ko'zdan asraydi? Isirig'im, masalan, ko'z tikanim, yana bir nimalik bir savatchaga narsalarni qo'yib, ilib qo'yishar ekan darvozaxonalarga. Nima deyishgan hayron qolasan shunaqa paytda, endi mayli, kim nima qilsa o'zi uchun. Yana aytib o'taman, o'zingizga va yaqinlaringizga ehtiyot bo'ling. Gumonda bo'lmang, menga sehr qilinibdi, boshqa qilinibdi va hokazo deb. Gumonda bo'lmang, lek o'zingiz shu narsani oldini oling. Doim kurashib yuring. Sog' salomatligingizda ham vaqtingiz bo'ldimi? Dam soldirib oling. Qaytarmalik qilib oling.
o'zingizga o'zingiz doimiy dam solib yuring. Har tunlari, har mana kechqurun shu yotgan paytda, ya'ni to'shakka yotgan paytda. Har bir nimani, masalan, shunaqa narsalarni o'zini duolari bor, o'zini qiladigan vazifalari bor. Ana shundagina odam har bir narsada omonda bo'ladi. Ya'ni Alloh Parvardigor shu narsalarni baloyi qazolardan asrab turishlik uchun farishtalarga buyurib turadi. O'zingizga hushyor bo'ling, hech qachon gumon qilmang va yaxshi niyatda bo'ling. Yomonlardan Alloh o'zi asrasin. Yomon jinlardan, yomon insonlardan, ya'ni shaytonlardan, inson qiyofasidagi shaytonlardan Allohim o'zi asrasin. Faqat yaxshilarga yondoshtirsin. Yaxshilar bilan ham suhbat bo'ling, yaxshilar bilan ko'p muloqot qiling. Qalbingizga nur yog'iladi, ko'nglingiz ko'tariladi, kayfiyatingiz a'lo bo'ladi. Qilayotgan ishlaringizda o'zi har bir nimalarni sezib turasiz, barakotlarni. Ya'ni ildamlab ketayotganini. Folbinlarni qildirgan sehrlarga yana bir alomatlari nima desam bo'ladi? Sizni birovlarga yoqtirmay qo'yadi. Birovlar uchun siz bir boshqacha odam ko'rinasiz. Mahluqot sifat bo'lib. Juda bir jirkanchli odam bo'lib ko'rinasiz. Ular asta-asta sizni yiroqlashtiradi. Kelasi dasturimda albatta mana shu xonadonlarda jin borligi, masalan, alomatlari yoki sizga yanada qilingan sehrni alomatlaridan har bir narsasini keltirib o'taman. Inshaalloh harakat qilaman. Kelasi dasturlarimizda ko'rishguncha barchangizni Allohim panohida asrasin. Sog' va salomat bo'ling.